hozirgi kunda juda ham ko'pchilik yosh katta insonlarda ham, bolalarda ham bo'ladigan kasalliklarni tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni hammada deyarli bir xil holat borda. Qusishi, ich ketishi bilan boshlanadi. Kimdadir faqatgina ich ketishi o'zi. Keyin u qusish, ich ketishi tugab, bolalarda yallig'lanish alomatlaridagi, ya'ni katta odamlarda ham shunaqa yo'tal yoki bo'lmasam qanaqadir grippga o'xshagan burun oqishi, ko'zda qizarishlar va yana eng asosiysi ich ketishi, qusish holatlari tugasa ham qorin og'rig'i juda kuchli namoyon bo'lmoqda. Shunaqa holatda peripomish qilish uchun birinchi o'rinda ko'pchilik suyuqlik quyishga harakat qiladi, kapelnitsani. Iloji boricha har xil kokteylli kapelnitsalar quyishga ehtiyot bo'linglar. Chunki agar bolada kuchli yo'tal bo'layotgan bo'lsa, ayniqsa askorbinkali vitamin C ko'p qo'shadi, o'shani qo'shmanglar. Ishtaha ochiladi deydi, lekin yo'talni kuchaytirib yuboradi.